hamma aybni biz BSKlarga qo'yib yotibmiz-da. Bu yillar davomida butun haligi hamma joyda BSK aybdor, nimaga ismayapti deb. Endi biz hozir erinmasdan uyma-uy yuribmizki. Sizniki issiqda, qo'shningizniki issiq emas. Yoki yana bittasiniki normal isish nimasi bo'lyapti, yondagizda yo'q. Demak, mana bir xilda issiqlik suvi kelyapti. Biz endi o'sha ismayotgan xonadonlarda o'zini ko'rib chiqyapmiz-da. Aksariyatida o'zida emas ayb. Yo tepadagi qo'shnisida, yo pastdagi qo'shnisida o'sha eski nimalar almashmagan. Shuni hisobidan butun haligi mana shu podyezdni yarmi xonadonni chiroyli ismayapti-da. Shuning uchun xonadon yuribmiz, uyma-uy yuribmiz. Mana hozir mana sizda o'zgarish bo'ldimi? Yaqinda oldi. Qancha bo'ldi olganingizga? 1 oy, 2 oy bo'ldi. 1-2 oy bo'ldi. Degan paytim issiq emas. Issiq emas. Hozir agar kiramiz desalar, kiramiz. Hozir qanaqa o'zgarish bormi? Hozir isibdi, qaravulda ishlayapti. Faqat orqada shaxtasida, kanalizatsiya o'sha turbasida suv o'tish bor ekan. Mana materiallarni olib kelib tushirib qo'yganmiz. Rais bu. Materiallar turibdi. 17-xonadon egasiga telefon qiling mana. Mana. Hozir qaytib qilib qolar yoki kirarmiz. Mana chaqiryapti, lekin balkim band bo'lgandir, qaytib chiqib qolar yoki keyinroq yana o'zimiz boshqa xonadonga kiramiz. Yana qo'ng'iroq qilamiz. Hozir sizni xonadoningizni bir ko'rsak bo'ladimi? Yuringlar. Endi nam tortish boshlabdi. O, mana xonadon Zax tortishni boshlabdi. zaxlar yuqorida to'g'ri aytdingiz, zaxdan bo'lgan. Zaxdan bo'lgan devor yillar davomida mana bu isitish holati ishlamaganligi hisobidan mana shu zaxlashlar bo'lgan mana. Lekin mana hozir qo'lim ushlayapti, haqiqatan qaynoq ha. Endi ishlayapti. Ishlamaganmidi? Yashang. Mana sizlar bu yerda yaqinda olgansizlar, olgan paytlaringizda bunaqa issiqlik yo'q edi. Mana hozir o'zgarish bor. Endi o'zgarish bo'ldi. Bu Azamat shu Umidiya kompaniyasi rahbari. Bizni mahalla bularga o'tganiga hali 1 yil endi bular bo'lmas. Birinchi qishni bular ko'rishyapti. Endi men bir narsani mahalla raisi sifatida ham aytaman, bu isitish sistemalari yillar davomida qilinmagan. Men hozir xursand bo'layotganim bulardan ham biz ham rosa bular bilan tortishganmiz. Nega xonadonlar issiq emas? Nega? Mana hozir sizniki issiq. Isidi. Lekin mana shu siz yashaydigan mana endi remont qilinsa mana u haligi zaxlar ketadi. Yana bir gap, mana sizniki issiq va Viola kompaniyasidan bir xilda suv keladi. Mana u yerto'lalar bir xilda remont qilinadi. Lekin mana shu uyda ham ba'zi bir xonadonlar ismayapti bunaqa. Biz shuni xonadon yurayotganimiz nimaga? Ba'zi bir xonadonlarda biz shuni guvohi bo'lyapmiz, ko'ryapmiz. O'z vosumchalik bilan batareyalarni o'zgartirishgan. Eskaligi bir 30 yillik batareyalar turgan joylar bor. Yana hali balkoniga alohida olib chiqqan. Biz hozir nafaqat deb BSK kompaniyalarida hali ustidan nimaga uylarimiz sovuq deb ko'pdan beri murojaatlar qilib, hali portallar qilib xabarlaringiz bor. Yozamiz. Lekin mana biz hozir kompaniya bilan hamkorlikda mahalla uyma-uy, mana kech bo'lsa ham, ko'pchilik xonadonda kunduzi ishda bo'ladi, kech bo'lsa ham kiryapmizki, xonadonni birma-bir ko'rib chiqib, o'sha xonadonni egasini o'zini noqonuniy haligi qilgan ishlarini ko'rib, avvalgi holatiga keltiryapmiz. Ana shundan keyin mana 5 ta 6 ta xonadonda shunday qildik. Hamma xonadonlar bir xilda issiq. Men xursand bo'ldim, sizlarning uylaringiz mana hozir haqiqatan issiq. Mana shu. Siz xursandmisiz kompaniyangizdan? Endi xursandman, agar xursand bo'lsam. Ana shu narsalarni ham gapiringlar. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ham rahmat.